Shu yemni beradigan bo'lsangiz, molingiz bir oyda 20 dan 40 kilogacha ves oladi. To'g'ri eshityapsiz. Hozir mana bu yerda 35 tonna tayyorlangan, ya'ni 13 xil mahsulotdan hozir mana shu yemimiz tayyorlangan. Birinchi o'rinda kepak, aralashma, bug'doy yorma, arpa yorma, semichka shurut, makka uni, seliv uni, granula, lappak, kunjara, kalsiy, vitamin, tuz akalar. Hozir mana shu yerda 35 tonna yem tayyorlangan. Hozirda bu Napoleon yem deb qo'yadi. Haqiqatan ham 20 kilodan 40 kilogacha bir oyda novvoslar ves olyapti. Sigirlarga berilyapti, sutlari oshib ketyapti akalar. Qo'ylarga ham beryapti, o'zi vazn olishyapti. Bizdan olib ketadigan akalarimiz hozir mana yaqin 35 tonnani tugatganda yana 35 tonna tayyorladik. Dastavka 20 kilometrgacha akalar. Narxi 4500 so'mdan 1 kilosi. Akalar, manzil Namangan viloyati Norin tumani, Haqlobod, Pobeda desa hamma biladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. 20 kilometrgacha bepul, 1 kilo narxi 4500 so'mdan.